Assalomu alaykum go'zallarim, bugun sizlar bilan bo'rdog'iga paqilgan tovuq go'shtidan jarko'p pishiramiz. Qizib turgan qozonimizga yog'dan quyamizda to'rg'algan kartoshkamizni solib, qizartirib qovurishni boshlaymiz. Yog'iylardan dadilgina qo'yaverasizlar, ko'plik qilsa keyin olib qo'yaverasizlar. Ishlatilgan yog'ni ishlat bo'lmaydi deydi. Balodi ishlatmaymizmi? Non qilsak xamiriga sovoramiz, uvol bo'lmasin deb. Xullas kartoshkamizni tilla rangga kirguncha asta-sekinligi bilan mana shunday qilib aralashtirib qovurib olamiz. Tilla rangga kirgandan keyin kartoshkamizni tovog'imizga mana shundoq qilib solib bir chetiga olib qo'yamiz. Menga o'xshab yog'ni ko'pgina qilib quyib olgan bo'lsanglar, shumchilardan shunday qilib olib qo'yasizlarda, qolgan yoqqa go'shinglarni ikki chetidan shunday kesib, qizib turgan yog'inglarga solib qizartirib qovurishni boshlaysiz. Aytgancha go'shtimizni 1 soat oldin tuz, paprikalar sepib marinovka qilib qo'yganman. Go'shtimizni sanasam 8 ta ekan, biz oilada 6 tamiz dedim. Ha, mayli, murosa qilib yeb ko'ramiz dedim. Go'shtimiz qizarib chiqqanda 2 dona piyozni parra-parra to'rg'ab solib qovurishni boshlaymiz demoqchi edim. Piyoz solgan joyim videoga chiqmay qopti-da. Piyozimizni ham ozgina qovurib olgandan keyin 2 dona pomidorimizni maydalab to'rg'ab go'shtni ustidan o'ntarib tashlaymiz. Pomidorimizni ham aralashtirib, yaxshilab suvi chiqquncha qovurib olamiz. Mana shunaqa holatga kelganda qizartirib qovurilgan kartoshkamizni ustidan solamizda tuz va ziralarimizni solib olamiz. Ziralarimizni shuna qilib ezib sepib olamiz. Yarim piyola suvimizni qozonning atrofidan quyib, ovqat qochib ketmasligi uchun oldin tovoqni, so'ng qopqog'ini yopib 30 daqiqaga past og'iga qo'yib qo'yamiz. Va nihoyat 30 daqiqa degan taomimiz mashna bo'lib pishib chiqadi. Ashna qilib yaxshilab aralashtirib tovog'imizga asta-sekinlik bilan sovolamiz. Ko'katlarim qolmagan ekan, shuna qilib piyozni o'xshatib yordim. Yoqimli ishtaha, kelinglar go'zallar.